Qadrli dostlar, bizning yong'og'ini Yong'ar şuunda degan bir yaxshi kitob bosilib chiqdi. Aning avtori endi belgili shaxs, filologiya fanlari doktori, ko'rnekli adabiyot olimi, adabiyot tanqidchisi, Ozod G'ilmullao'li Ahmadulli. U endi bir ko'p yillar Qozon davlat universitetida ishladi, kafedra mudiri bo'ldi, professor bo'ldi. Ham endi u bugungi kunda 4 yilga yaqin ilmiy xizmat avtori, 50dan ortiq darslik ham o'quv asbobi avtori deb aytasi kelaymiz. Shunday kitob. Bu kitobda endi Ozod abining fanniy maqolalari o'rin olgan. Ozod abi endi ko'proq tatar dramaturgiyasi bo'yicha bek zo'r olim. U tatar dramaturgiyasining yoralığından boshlab bugungi kunlarga qadar bek ko'p xizmatlar yozgan kishi. Bu kitobda 20-yüz oxiri ham 20-yüz boshi tatar dramaturgiyasi turida yozmalar o'rin oldi. Ham shulay endi edebiyatımızın Yong'ar şuurunda ijod etgan Karim Temshirinlar, Vaziz Haqilar, Shloy Asqar Kamallar, Fathiy Burnashlar turida hamalarning ijod turida, dramaturgiyasi turida, sahna asarlari turida maqolalar kiritildi. Shulay bugungi kun avtorlari dramaturg Daniel Salihovning sahna asarlari turida Fanis Yarullinning, Labib Leronning, ham shulay prozadan Talat G'alibullinning ijod turida maqolalarini olgan bek yaxshi kitob. Ham bu kitob bek tezdan Tatariston kitob nashriyatining firma kibitlarida chiqacak. Rohatlanib o'qiysiz bu kitobni olasiz. Bek yaxshi kitob.